O'zbekistonlik mashhur jangchi va bloger, Saturn laqabi bilan tanilgan Ogabek Abdumo'minov oktagonga qaytmoqda. U 29-oktabr kuni Qozog'iston poytaxti Astana shahrida bo'lib o'tadigan Oktagon 80 turniri doirasida mahalliy jangchi Afrokazak laqabi bilan tanilgan Marselen Kamatiga qarshi oktagonga chiqadi. Bu ikki jangchi o'rtasidagi bu safargi to'qnashuv javob jangi, ya'ni revansh bo'ladi. Avvalroq 11-may kuni Toshkentda o'tgan turnirda ular bir-biriga qarshi jang qilishgan edi. O'sha jangda Marselen Kamati jarohat olgani sababli g'alaba Saturn foydasiga yozilgan edi. Ammo jang yakunlangach, Afrokazak revansh so'radi. Dastlab Saturn darhol rozi bo'lmagan bo'lsa-da, qozog'istonlik tashkilotchilar bu javob jangini tashkil qilishga muvaffaq bo'lishdi. To'g'risini aytganda, birinchi jangda Afrokazak jarohat olgunga qadar u Saturnga nisbatan ancha faol va ustun jang o'tkazayotgan edi. Shuning uchun, agar bu safargi jang toza va jarohatsiz o'tsa, Marselen Kamati g'alaba qozonish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Ammo nima bo'lganda ham, biz albatta o'zbekistonlik jangchimiz Saturnni qo'llab-quvvatlaymiz. Ishonamizki, u bu jangda ham toza g'alaba qozonib, muxlislarni quvontiradi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing va UZ Sport kanaliga obuna bo'ling.